Shuhrat aka, mana sud boshlanganiga qancha bo'ldi? 1 oydan oshdi. 1 oydan beri nimaga bu iltimosnoma kiritilinmadi? Vaqt cho'zilyapti xolos. O'tgan safar nachalnik aytadiki, hurmatli sud raisi, meni orqamda deydi, 5000 ta ichki ishlar xodimini hayoti turibdi, taqdirimiz turibdi. Taqdir haqida bilar ekan. O'sha kuni meni taqdirimni o'ylamadi-yu bu. Meni orqamdagi butun O'zbekistonda ayollarini taqdirini ko'z oldiga keltirmadi-yu. Meni 3 ta farzandimning taqdirini, yo meni jamiyatdagi ertadan keyin qanaqa qilib yurishimni, bittagina bir kechirasizlar iflos rejasini ketidan meni taqdirimni shunday qilib barmog'ida o'ynatib yubordi. Endi aytadiki, meni taqdirim turibdi. Bunday o'ylab ko'ryapman, nima qilsam sudni cho'zaraman. O'sha hamma dalil yetarli, hamma yoqda beryapmiz. Nima topilsa o'sha olib kelib beryapmiz sudga. Keyin aytayaptiki, prokuraturani aybi, ular o'z joniga qasd qilgan, o'z jonimga qasd qilganim statyasini bularga qo'ymagan ham hatto. O'sha bularga qo'ymagan tergovchini nimaga qo'ymadi? Mana kuni dori ichyapti bu. Bu ahmoqlik bu. Keyin ko'rdingizmi, nima deb o'qiganini men tushunmasdan sud raisidan so'ram, bu hozir nimaga tushunmadim hamda. Tutuqlanib, meni bir 8-sinf o'quvchim yaxshi o'qib beradi narsani. Haligini bunday nima qilyapti? Nima dedi desam, shunaqa. Buni hozir nima aloqasi bor? O'z jonimga qasd qilishim uchun 103 qo'yilmagan bularga. Desangiz, qachondir kerak bo'lib qolsa, undan ko'rsatmangni ber desangiz, ko'rsatma bera olmaydi. Ha, desangiz, men o'sha qanaqadir xabarimni avtomatlarda qo'riqlab kelish kerak, o'shini keyin kimdir o'qish kerak. Voy xudojon, nimani aytadiki, o'sha xabar yo'q-ku, o'zini ko'rsatmasida, xo'p, shu xabar bo'lgan bo'lsa, nima uchun nachalnik Yusuf Yoqubov ko'rsatmasini o'zgartirmaguncha aqalli bir marta tilga olmagan o'sha gapni. Menda mana shunday tezkor xabar bor edi demagan yoki nima uchun qo'lida asosi bo'lsa, bular ras berolmayapti sudga. Ber o'sha videoni deyapman. Xo'p, ber desangiz yo'q uni. Endi qarangda, menga bitta qiziq savolda, mana shu videolar keldi, videolar o'sha aynan videolar o'sha qaysi videolar keldi? Mana qisqa qilib, mana ovozlar o'chirilgan videolar. Nega u to'liq berilgan? Aynan ichki ishlardi. Qarangda, yana bir nimasi men aytdim, xonasiga olib kirib gaplashdi, nachalnik dedim, hovlida gaplash. Qolgan joyda kamera yozuvlar o'chib ketgan. Bular taqdim qilyapti, meni ichki ishlarga kirayotganligimdagi rasmda bir safarga nimada yurist taqdim qilyapman. Mana bunaqa formada kelgan bu deyapti. Qayerdan oldingiz deyapman. Yo'q edi-ku, bular o'chib ketgan-ku. Sen delada bor, delada yo'q. Ishonsangiz, hayotingiz bilan bog'liq bo'lsa, yodlab olar ekansiz delani ichini-chi. Yo'q bu narsa dedim. Keyin aytadi, o'zlariga kerak bo'lsa tiklanib qolyapti-da. Buni na tergovda, na boshqada yo'q u narsa. Keyin ana video qarang, xo'p, tezkor nima bo'lsa, bular boshidan oxirigacha olish kerakmi? Bunchagina 40 sekundlik videoni berib qo'ygan. Aytdi, yana menga advokat savol beryapti. Kechirasiz, nimaga teppa-tekis ham yo'q. Sizlar to'g'rilab qo'ydilarmi ichki ishlar chiqquncha? Keyin aytdim, men yashayin dedim. Siz ham aqlingiz yetib turibdi, aytdi nima bo'lganini. Bular uyushtirgan shu narsani dedim.